8-qism. Bu safar jahlim chiqmadi. Unga sokinlik bilan Foyixani boshqa oilaga berishimizning sababi uning maktabga bora olish imkoniyati ekanligini tushuntirishga urindim. Faqat va faqat yaxshi o'qisagina opasining oldidagi qarzini uza olishini aytdim. Yuchin qaysarlik qildi. O'rnidan turdi va boshini ko'tarib, maktabga bormayman dedi. Kaltak yeging kelyapti demak. Ortiga o'girilib, yerni tepa boshladi. Keyin xonasiga kirib baqira ketdi. Urib o'ldirsangiz ham bormayman. Bu bola kaltak yegisi bor, dedim o'zimcha. Qo'limga supurgini olib, ortidan kirdim. Jashin meni to'xtatib qoldi. Qattiq urmang, dedi astagina. Biroz qo'rqiting, ozor bermang. Ichkariga kirsam, Yuchin shimini tizzasigacha tushirib, yotoq ustida cho'zilib yotib olibdi. Mening kaltaklashimni kutayotgandi. Uni bu ahvolda ko'rib, qo'l ko'tara olmadim. Avval gap uqtirishga urinishim kerak deb o'yladim. Fikringdan qaytish uchun hali ham erta, o'ylab ko'r dedim. Opamni qaytaring deb hayqirdi va telbalarcha yig'lay boshladi. Dumbasini nishonga olib, bir marta tushirdim. Boshini ushlab oldi va og'rimadi dedi. Yana bir marta urdim, gapini takrorladi. Ovora bo'lasiz. Yuchin meni o'zini kaltaklashga majbur qilardi. Rostdan ham jahlim chiqib ketdi. Bu safar bor kuchim bilan tushirdim. Bu zarbaga chiday olmay yig'lay boshladi. Ammo men beparvo davom etardim. Har nima bo'lganda ham Yuchin hali yosh go'dak edi. Chidab tura olmay yolvorishga tushdi. Otajon, bo'ldi, urmang, o'tinaman, boraman maktabga. Yuchin doim yaxshi bola bo'lgan. Birinchi kun maktabdan qaytib kelganida meni ko'rib, uni titroq tutdi. Ertalab kaltaklaganim uchun hali ham qo'rqyapti deb o'yladim. Oramizdagi bu sovuqlikni eritish maqsadida maktabda kuni qanday o'tganligini so'radim. Boshini pastga egib, bir nimalar degan bo'ldi. Ovqatlanayotganida menga qo'rquv to'la nigohlari bilan qarab turar ekan, o'zimni juda yomon his etdim. Uni bunchalik qattiq kaltaklaganimdan pushaymon bo'ldim. Ovqatini yeb bo'lib, "Dadajon" dedi. Biroz tin olib, so'zda davom etdi. Muallim bugun meni urishganini sizga aytishimni tayinlagandi. Tinch o'tira olmas emishman, o'qishga qunt qilmas emishman. Bularni eshitib, g'azabim toshdi. Foyixani uning uchun birovlarga bergan bo'lsak, u esa darslariga yetarlicha e'tibor bermas ekan. Likopchasini olib, stol ustiga urdim. Yuchin yig'lay boshladi, ko'zi yoshga to'lib. "Otajon, iltimos meni urmang. Orqam hali ham og'riyapti. O'zi shuning uchun to'xtamay qimirladim darsda", deb yolvordi. Shimini tushirib qaradim. Ertalabki kaltak tufayli dumbasi ko'karib ketibdi. Bunday ko'kargan orqasi bilan qanday qilib qimirlamay o'tira olsin axir? O'g'lim qo'rquvdan titrayotganini ko'rib, yuragim ezildi. Ko'zimga yosh keldi. Foyixa bizning yonimizdan ketganidan bir necha oy o'tib qaytib keldi. Kechasi bir odam kelib, eshigimizni taqillatganida Jashin ikkimiz yotog'imizda uxlab yotardik. Avvaliga asta-sekin, keyin ketma-ket qattiqroq taqillata boshladi. Tun yarmida kim ekan kelgan deb hayron bo'ldim. O'rnimdan turib, eshikni ochganimda ro'paramda Foyixa turardi. Shoshib qolganimdan uning gapirmasligi va eshitmasligini unutib qo'ydim. "Kel qizim, ichkariga kir, kel" dedim. Mening ovozimni eshitishi bilan Jashin sapchib turib, shipagini ham kiymasdan eshikka qarab chopdi. Foyixani ichkariga taklif qilishim bilan Jashin uni yig'lagancha quchoqlab oldi. Jashinni astagina turtib qo'ydim. Qizim ham yig'lashini xohlamasdim. Foyixaning sochlari va ust-boshi qirovdan ho'l bo'lib ketgan edi. O'tirish uchun uni yotoqxonaga olib kirdik. Bir qo'li bilan mening kiyimimdan va ikkinchi qo'li bilan Jashinnikidan tutib oldi. Ho'ngrab yig'lay boshladi. Butun badani titrardi. Jashin uning sochini quritishga sochiq olib kelgani ketdi. Ammo Foyixa uni mahkam ushlab olgan, qo'yib yubormayotgan edi. Jashin o'rnidan tura olmadi. Qizimizning sochlarini siladi. Foyixa yig'idan to'xtab, mahkam ushlab turgan onasining kiyimini ham qo'yib yubordi. Biz ham qo'limizni undan tortdik. Hamma joyini ko'zdan kechirdik. O'sha oila qizimizni og'ir mehnat qilishga majburlaganmi, yo'qmi? Shuni bilishga intilardik. Biroz vaqt tekshirganimizdan keyin ham
Hech narsani anglay olmadik. Ketishdan oldin qo'llari qadoq bosgan edi shundoq ham. Keyin yuzini tekshirdim. Hech bir iz yoki jarohat topa olmadim. Ko'nglim joyiga tushdi. Jashin qizimizning sochlarini quritib bo'lib, ust-boshini almashtirishiga yordam berdi. Yotib dam olishi uchun Yuchinning xonasiga olib bordi. Fenxe yotoqqa uzanib, biroz muddat uxlab yotgan ukasini tomosha qildi. U juda xursand edi. Shundan keyingina ko'zlarini yumdi va uxlab qoldi. Yuchin yotgan joyida aylandi va qo'lini opasining og'ziga qo'ydi. Bu harakati bilan u opasini kaltaklayotgandek ko'rinardi. Chuqur uyquga ketgan Fenxe mushukchaga o'xshab yotar, juda sokin va huzurga to'la edi. Yuchin ertalab uyg'onganida opasini yonida ko'rdi va ko'zlariga ishonmadi. Ko'zlarini ishqalab, takroran unga qaradi. O'rnidan sakrab turib, "Opam, opajon!" deya baqira boshladi. Ertalab Yuchinning og'zi qulog'ida bo'ldi. Kulishdan to'xtamas edi. Onasi unga tezroq ovqatlanishini, hali maktabga ulgurish kerak ekanligini uqtirardi. Buni eshitib, kulishdan to'xtab, ko'z qiri bilan menga qaradi va Jashinga o'girilib, "Bugun maktabga bormasam bo'ladimi?" dedi. "Buning imkoni yo'q", deb javob berdim. Hech narsa demadi. Sumkasini ushlab, eshik oldida turar ekan, achchig'i chiqqandan yerni qattiq tepdi. Keyin yana otamning jahli chiqib qolmasin deb tez-tez yugurib ketdi. Yuchin ketgach, Jashinga Fenxe uchun yangi kiyimlar tayyorlab berishini aytdim. Uni qaytarib olib bormoqchi edim. Orqamga o'girilganimda Fenxe qo'lida savat va o'roq bilan ostonada kutib turardi. Qizimning ko'zlaridagi yolvorishni ko'rgach, uni qaytarib olib borishga o'zimda jasorat topa olmadim. Jashinga qaradim. Uning ko'zlarida ham xuddi shu ma'noni ko'rdim. "Yana bir kun biz bilan qolsin, mayli", dedim Jashinga. Kechki ovqatdan keyin Fenxeni qaytarib olib bordim. Hech ham yig'lamadi. Faqatgina onasiga va ukasiga qaradi. Keyin mening kiyimimdan ushlab birga yura boshladi. Yuchin ortimizdan yig'lar, xarxasha qilardi. Fenxe eshitmaydi. Men ham unga e'tibor berib o'tirmadim. Haqiqatan o'ta mashaqqatli yo'l bo'ldi. Fenxening yuziga qaramaslikka harakat qilar, faqatgina yurib borardim. Shamol yuzimga urar va bo'ynimga tig'dek sanchilardi. Qorong'i tushguncha yo'l bosdik. Fenxe haliyam kiyimimdan tutib borar, miq etmasdi. Yo'lda ko'rmasdan bitta toshga qoqilib yiqildi. Oyoqlarini uqalash uchun pastga tizalab o'tirdim. Bo'ynimga yopishib oldi. Qo'llari muzdek, joni yo'qdek edi. Shundan keyin qizimni o'zim ko'tarib yo'lda davom etdim. Shaharchaga yetib keldik. O'sha oilaning uyiga yaqinlashganimizda ko'cha chirog'i ostida to'xtadim. Fenxeni yerga qo'yib, unga qaradim. Qizim juda yaxshi farzand edi. O'sha pallada ham ko'ziga yosh kelmadi. Faqatgina ko'zlarini katta-katta ochib menga qarab turardi. Yuzini silash uchun qo'limni uzatdim. U ham bunga javoban yuzimni siladi. Yuzimga teginganini his etgan onimda qizimni o'sha oilaga qaytarib berish fikridan voz kechdim. Fenxeni ortimga opchiq, uyga qarab yo'lga tushdim. Nozikkina qo'llari bilan bo'ynimdan ushlab olgan edi. Biroz vaqtdan keyin meni qattiq quchoqlab oldi. Uni uyga qaytarib olib ketayotganimni bilib turardi. Uyga qaytib kelganimizni ko'rib, Jashin qotib qoldi. Butun oilamiz bilan ochlikdan o'lsak ham Fenxeni qaytarib olib bormayman, dedim unga. Jashinning yuzida yengil tabassum paydo bo'ldi. Ko'zidan yosh yumalab oqquncha o'sha tabassum chehrasini tark etmadi. Yuchin deyarli 2 yildan beri maktabga qatnardi. Hayotimiz biroz bo'lsin, yaxshi tomonga o'zgarib boshladi. Fenxe biz bilan birga dalada ishlar, mas'uliyatini his etadigan yoshga yetgandi. 2 ta echki boqa boshladik. Ularga o't o'rish vazifasi Yuchinda edi. Har kuni tong otishi bilan Jashin Yuchinni uyg'otardi. Yuchin o'rog'ini savatga solib, o't o'rish uchun uydan chiqar ekan, bir qo'li bilan savatni ko'tarib borar va ikkinchisi bilan uyqusiragan ko'zlarini uqalardi. Ahvoliga achinmasdan iloj yo'q. Uning yoshidagi bolalarda eng uyquchisi eng kamida 1 soatda zo'rg'a uyg'ongan bo'lardi. Nima ham qilardik?
Agar u o't o'rib kelmasa, ikkita uy hayvonimiz ochlikdan o'ladi. Yuchin o't o'rishdan qaytib kelganida maktabga kech qolib bo'lgan bo'lardi. Labagacha to'ldirilgan bir tovoq ovqatni shashib pishib yeb olib, maktabga shoshilar ekan, hali og'zidagi luqmasini chaynash bilan ovora bo'lardi. Tushlik payti uyga qaytib kelgach, yanada ko'proq o't o'rishga majbur bo'lardi. Avval echkilarning qorni to'ydirar, keyin o'zi tamaddi qilardi. Shu sababli tushdan keyingi darslariga ham kech qolib borardi. Yuchin o'sha pallada 10 yoshlarida edi chamasi. Kuniga uy va maktab orasida 2 marta borib kelar, 25 kilometrdan ko'proq yo'lda chopishga majbur bo'lardi. Bunday harakatchanlikda poyabzal kiyish tabiiy. Shaharda boy badavlat oilada tug'ilib o'sgan Jashin, Yuchindek o'quvchi farzandi maktabga oyoq yalang borib kelish noto'g'ri ekanligini o'ylab, unga bo'zan kovush tikib bergan edi. Men bo'lsa, o'g'lim darslarini qoldirmay, ularga yaxshi tayyorlanib, o'qishida muvaffaqiyat qozonadigan bo'lsa, kovushning ahamiyati yo'q deb o'ylardim. Yuchin yangi kovushini hali 2 oy kiygan bo'lsa-da, Jashin ularning poshnasini ta'mirlayotganiga ko'zim tushdi. Kimning kovushini yamayotganini so'rasam, o'g'limizniki ekanini aytdi. Jashin daladagi ishlar sabab juda charchar, hatto gapirishga ham majoli qolmasdi. Endi bo'lsa, Yuchinning kovush muammosi paydo bo'ldi. Uning 2 oylik kovushini ko'zdan kechirish uchun qo'limga oldim. Shunchalar ham to'zib ketadimi? Poshnasi va kovushning tag qismi shu qadar yupqalashib ketgan ediki, deyarli yaroqsiz ahvolga kelgandi. Bittasining ipi ham uzilgan, oldingi tomoni batamom yirtilgan edi. Yuchin qo'lida o't to'la savat bilan qaytib kelganida, kovushni uning oldiga otib yubordim. Qulog'idan tortib, unga kovushlarni ko'rsatdim. Bularni kiyyapsanmi yo kemiryapsanmi? Yuchin og'riqdan yuzini burishtirib, qulog'ini uqilardi. Yig'lamoqchi bo'ldi, ammo jur'ati yetmadi. Agar shu tarzda kiyishda davom etadigan bo'lsang, oyoqlaringni sindiraman deb tahdid qildim. Albatta, men nohaq edim. Echkilarni to'yg'azish va ularga qarashga Yuchin javobgar edi. Bunday mashaqqatli ishni bajarish uning uchun ancha vaqtini olar. Shu sababli maktabga yugurib borishga majbur bo'lardi. Tushlik payti maktabdan chiqib, o't o'rish kerak bo'lgani uchun yana uyga qarab chopardi. Echkilarning qumlog'ini o'g'it sifatida foydalanish uchun dalaga olib borish ham uning vazifasiga kirishini aytmadim hali. Har yil echkilarning hujunini sotib, topgan pulimizga kim biladi, necha juft kovush olgan bo'lardik Yuchinga. Unga baqirganimdan so'ng o'g'lim maktabga oyoq yalang borib keladigan bo'ldi. Kovushini maktabga yetib borganidan keyin kiyardi. Bir marta qalin qor yog'di, ammo o'shanda ham maktabiga oyoq yalang ketishga chog'landi. Ota sifatida uning bu ahvoliga zo'rg'a chidardim. Ketayotganida uni to'xtatdim va qo'lida nima borligini so'radim. Yalang oyoqlari qorning ichida, qo'lidagi kovushiga qarab turar. Nima deb javob berishni bilmasdi. Bular oyoq kiyimmi? Qo'lqop emas. Kiyib ol uni, dedim. O'shandagina kovushini kiydi. Boshini ko'tarar ekan, gapimni tugatishimni kutib turdi. Unga qo'l siltab, qani jo'na dedim. Yuchin ortiga o'girilib, shaharchaga qarab yugurib ketdi. Biroq hali uncha uzoq ketmay turib, to'xtaganiga va kovushini chiqarib qo'liga olganiga ko'zim tushdi. Yuchin chindan ham quloqsiz bola edi. 1958-yilda xalq kommunalari qurildi. 3 sotixlik yerimiz ham shu kommunaga olingan. Bizga kulbamiz oldida kichikroq yer qolganda xolos. Qishloq oqsoqoliga endilikda oqsoqol deb emas, balki o'rtoq rais deb murojaat qilinishi kerak edi. Rais har kuni ertalab qishloqqa kiraverishdagi eman ostida turib, qo'lidagi xushtagini chalardi. Qo'llarida mehnat qurollari ko'tarib olgan erkak va ayollar xuddi armiyadagidek qishloqning kirish qismida saf tortishardi. Rais kunlik ishlarni taqsimlar, keyin hammamiz ishga tushardik. Qishloq ahli bunday safga tizilib, keyin dalalarga mehnat qilish uchun bo'linib ketishi juda g'alati deb o'ylar va safda turganimizda bir-birimizga qarab kulardik. Jashin, Fanxiya va men safda tekis turardik. Biroq ba'zi birovlar bunga parvo ham qilmas edi. Bular ham yosh, hamda qari oila a'zolari bo'lgan oilalar bo'lardi. Hatto bitta guruhda oqsoq momo ham bor edi.
Bunday brigadalarga ko'zi tushgan rais, shu ham saf bo'ldimi? Tik turib qarasam ham, yotib qarasam ham juda yomon ko'rinyapsiz derdi. Tabiiyki, rafiqam 3 sotix yerimizning kommuna xo'jaliklariga berib yuborilganidan xursand bo'lmadi. O'tgan 10 yildan beri oilamiz o'sha 3 sotixlik yer orqasidan kun ko'rardi. Endilikda ko'z yumib ochgunimizcha haqning yeriga aylandi qoldi. Jashin tez-tez agar yerlarni qaytadan bo'lib berishsa, 3 sotix yerimizni qaytarib olamiz derdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, ovqat pishirib yurgan qozon, idish-tovoqlarimizni ham tortib olib, xo'jalikka berib yuborilishini kim bilibdi deysiz? Temir ishlab chiqarish uchun eritiladi deyishdi. Kunlarning birida rais uyma-uy kirib chiqib, hamma qozon va temir idish-tovoqlarni to'plattirdi va bo'lak-bo'lak qildirdi. Bizning uyga kelganida kulib, "Fuguy, o'z qo'ling bilan olib chiqib berasanmi yoki biz kirib olaylikmi?" dedi. Hammanikini sindirib, maja qilayotganlarni ko'rib iloj yo'qligini bildim va "Hozir olib chiqaman" deb javob berdim. Qozonni olib kelib yerga qo'ydim. Ikkita baquvvat yigit qo'llaridagi temir asbob bilan uni parcha-parcha qilib tashlashdi. Qozonni bo'lib tashlashga 3-4 zarba yetarli bo'ldi. Jashin uyda turib, ularni kuzatar ekan, qalbi qon edi. Xafa bo'lib yig'ladi. Raisga qarata, "Qozonimizni sindirib tashladingiz. Endi qanday ovqat pishiramiz?" deb so'radi. "Oshxonalarda yeysiz" degan javob bo'ldi rais tomonidan. Qo'llarini siltar ekan. Qishlog'imizda birgalikda foydalanishimiz mumkin bo'lgan oshxona qurilmoqda. Qozonlar parchalanadi. Endi hech kim ovqat dardiga tushmaydi. Kuch-quvvatingizni o'zingiz uchun tejab qolasiz. Ayni paytda kommunizmga qarab bormoqdasiz. Och qolsangiz, to'ppa-to'g'ri oshxonaga borishingiz yetarli bo'ladi. Baliq va go'sht bor. Yorilib o'lguningizcha yeb ichishingiz mumkin. Qishloqda oshxona barpo qilingan. Qo'limizda nima bo'lsa, guruch, tuz, o'tin kabi hamma narsamiz bizdan tortib olingan edi. Eng yomoni, bizning echkilarimizni ham olib ketishdi. Yuchin ularni o'tlatar, yuvib tarar, semizgina qilib boqayotgan edi. Lekin ular ham qo'limizdan chiqdi. Guruch va tuzimizni oshxonaga olib borganimizdan so'ng, Yuchin echkilarni ham olib borib, daladagi suruvga qo'shdi. Umuman bunday xohishi yo'q edi uning. Axir uloqchaligidan o'zi katta qilib boqdi. Ular uchun har kuni maktabdan uyga, uydan maktabga chopardi. Echkilarimizni qishloqdagi hamma odamlar ho'kizlari-yu qo'y-qo'zlarni olib borib topshirgan yaylovga olib borib, Vanchi ismli javobgar shaxsga topshirib keldi. Boshqalar ham o'z chorva mollarini berishni istamasdi, biroq Vanchiga topshirishga majbur edilar. Qishloq ahli uylariga quruq qo'l bilan qaytishdi. Faqatgina Yuchin o'sha yerdan jilmasdi. Lablarini kimtib olgandi. Nihoyat achinarli ovozda Vanchidan har kuni kelib, ularni bir quchoqlab ketsam bo'ladimi deb so'radi. Qishloq oshxonasi ochilishi bilan ovqatlanish soatlari tomosha maydoniga aylanardi. Har bir oiladan 2 tadan ayol borib, ovqat olishi mumkin edi. Armiyada issiq ovqatga navbatga turganim singari uzundan uzun navbatlar hosil bo'lardi. Shuncha xotin xalajining shovqini, ovozlari chumchuqlarning qanot qoqishidagi sasiga o'xshab ketardi. Rais haq gapni aytgan edi. Oshxonaning qurilishi ancha kuchimizni tejab qolgandi. Och qolganingda qilishing kerak bo'lgan narsa navbatga turish. Istaganimizcha ovqat va ichimliklar bor. Ovqat porsiyalari ham chegaralanmagan. Qancha xohlasang, shuncha yeyishing mumkin va kuniga albatta go'sht pishirilardi. Avvaliga rais qo'lda tovog'i bilan qah-qah otib, uyma-uy kirib chiqar va odamlarga "Qani, aytinglarchi, sizlarni katta mashaqqatdan qutqardimmi? Xalq kommunalar yaxshi fikr, shunday emasmi?" deb so'rardi. Qishloqdagi hamma mamnun. Odamlar buning juda yaxshi fikr ekanligini aytishardi. Rais, "Bu kunlar o'sha eski kunlarimizdan ancha yaxshi" deb ta'kidlardi. Jashin ham xursand edi. Fenxiya bilan birga ovqat olib kelishar ekan, ovqatda go'sht ham borligini aytib, suyunchi olishardi. Tashqariga chiqib Yuchinni chaqirishdan oldin qo'lidagi patnisni stol ustiga qo'yardi. Bir necha marta Yuchinning ismini takrorlagach, u ko'rinish berar. Qo'lidagi savat to'la o't bilan tuproq so'qmoqdan uyga qarab chopardi. U hali ham echkilariga o't olib borardi. Qishloqning 3 ta ho'kizi va 20 dan ortiq qo'y-qo'zi bitta oxurda to'plangan edi. Bu jonivorlarning bari xalq kommunalar tomonidan olib qo'yilgan
unchalik ham ahvollari yaxshi emasdi. Ko'pincha qorinlari och, yomon qarashardi. Yuchin oxirga kirib borgach, qo'zlar uning atrofini o'rab olishardi. O'g'lim o'znikilariga qarab gapirardi. "Salom, salom. Qanisiz do'stlarim?" Uning echkilari suruvdan ajrab chiqqach, o'rib kelgan o't olanini yerga qo'yardi. Ayni paytning o'zida boshqa hayvonlardan ularni himoya qilib turardi. Yuchin faqatgina o'z echkilariga yemish berib bo'lgach, terlab pishib uyga qarab chopardi. Maktabga kech qolishi mumkin axir. Oldiga qo'yilgan guruchni bir ko'tarishda xuddi suv ichayotgandek yeb olar va sumkasini yelkasiga olib, to'ppa-to'g'ri maktabga qarab yugurardi. Uning haliyam u yerdan bu yerga qarab yugurib yurishini ko'rib, achchig'im chiqar, lekin hech narsa demasdim. Birov eshitib qolib, davlatni tanqid qilyapti deb o'ylashdan hadiksirardim. Lekin bir marta chidab tura olmay, Yuchinga "Nega boshqalar rasvo qilib qo'ygan narsani sen tozalashing kerak?" dedim. Albatta, o'g'lim hech narsani tushunmadi. Biroz menga qarab turib, qiqirlab kuldi. Shunchalar jahlim chiqdiki, oz qolsa yuziga shapati tortib yuborgan bo'lardim. O'sha echkilar endi kommunaga tegishli. Nega hali ham ularga g'amxo'rlik qilyapsan? Yuchin ularga kuniga 3 marta o't olib borib berar. Qorong'i tushganda diyonlariga borib, echkilarini quchoqlab kelardi. Bu jonivorlarga mas'ul bo'lgan Vangchi, Yuchin o'z echkilariga shunchalar mehr berayotganini ko'rib, "Yuchin, uyingga qaytayotganingda nega ularni ham olib ketmaysan? Ertaga ertalab qaytarib olib kelsang bo'ldi", derdi. Yuchin bu taklifni qabul qilmasligini bilardi. Shu sababli boshini chayqab, "Otamning jahli chiqadi", deb javob berardi. "Men ularni bag'rimga bossam bo'ldi", derdi. Vaqt o'tishi bilan oxirdagi qo'y-qo'zlar ozaydi. Har kuni bittasini so'yishardi. Natijada ularga o't olib keladigan bitta Yuchin qolgan edi. Vangchi meni ko'rishi bilan shunday dedi. Ularni o'ylaydigan yagona kishi Yuchin. Boshqalar och qolsagina ular haqida o'ylaydi. Qishloq oshxonasi ishga tushganidan 2 kun o'tib, rais 2 ta barzangi bolani shaharchaga temir eritish uchun qozon olib kelishga jo'natdi. Rais bo'z daladagi sindirilgan qozon va temir uyumini ko'rsatib, "Zudlik bilan bularni eritishimiz kerak", dedi. "Shunday turaversa, umuman ishimizga yaramaydi", deb qo'shib qo'ydi. 2 yigit o'zlari bilan yelkalarida arqon va yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan taxtani olib, shaharchaga tushishdi. Rais qishloqning Feng Shui bu tabiatda mavjud hayot energiyasini yashash joylarida harakatga keltirishi maqsad qilgan 5000 yillik qadimgi Xitoy ta'limoti. Ma'lum bir joyning yaxshi Feng Shuiga ega bo'lishi o'sha joyning tabiat bilan juda mos ekanligini va aksincha yomon Feng Shuiga ega bo'lishi o'sha joyning tabiatga nomutanosib ekanligini bildirardi. Tabiatga mos yashash makonlarini yaratish bilan sog'lom hayot va o'zaro munosabatlarning yaxshilanishiga ishoniladi. Rais qishloqning Feng Shui ustasi bilan birga atrofni aylangani chiqdi. Temirni eritish uchun qishloqdagi eng maqbul joyni topishlari kerak edi. Ustiga uzun jubba kiyib olgan Feng Shui ustasi yuzda yengil tabassum, viqor bilan yurardi. Qaysi uyning oldiga yaqin kelishsa, ichkaridagi odamlarning nafasi chiqmay qolardi. Bu bukri qariyaning bosh silkitib qo'yishi o'sha odamlarning uylaridan chiqarib yuborishi uchun yetarli edi. Rais Feng Shui ustasi bilan birga bizning uyimizgacha kirib kelishdi. Men ostonada turardim. Hayajonlanganimdan yuragim qinidan chiqib ketgudek bo'lib, duk-duk urardi. Rais, "Fugui, bu kishi janob Vang, sizning uyingizni ko'rishga keldi", deb ma'lumot berdi. "Marhamat, juda yaxshi", dedim men kulib. Qo'llarini orqasiga qilib olgan usta yon atrofni ko'zdan kechirgach, "Bu yer ma'qul, Feng Shui uchun juda zo'r joy", dedi. Uning gaplari boshimdan aylantirib yubordi. Manzilga yetib keldik deb o'yladim. Jashin ham xuddi shu payt kelib qoldi. U ustani avvaldan taniydigan janob Vang ekanligini ko'rgach, unga salom berdi. Janob Vang ham "Iye, salom Jashin", deb alik oldi. Jashin kulib, "Marhamat, ichkariga kiring, choyimizdan iching", deb taklif qildi. Janob Vang qo'lini siltadi va boshqa safar deb qo'ydi. "Otam oxirgi paytlarda juda band ekanligini aytgandilar", dedi Jashin. "Shunday, juda ish ko'paygan", dedi janob Vang, boshini sarak-sarak qilib. Uylariga borib, Feng Shui xususiyatini bilib berishimni istovchilar juda ko'p. Gapini tugatishi bilan "Bu kishi kim bo'ladi?" deb so'radi Jashindan.
Fugui deb javob berdi Jashin. Janob Van kulimsirab, menga ma'noli qarab qo'ydi. Boshini qimirlatib, ha, bilaman dedi keyin. Janob Vanning basharasidagi ifodani ko'rib, o'tmishda oilamning bor boyligini qimorboy berganimni bilishini tushundim. Janob Vanga qarab kulib qo'ydim. Ko'rishguncha deb qo'llarini bir-biriga noziklik bilan tegizib qo'ydi. So'zini tugatib, orqasiga qayrildi va raisga, "Qani, boshqa joylarni ham borib ko'raylikchi", dedi. Rais va fenshuy ustasi uyimizdan uzoqlashgach, yengil nafas oldim. Kulbamizni qutqardik, biroq qariya suvning omadi chopmadi. Bir chetda o'tirib, yosh bolalardek yig'lardi. Uyidan ko'chishni istamasdi. Rais uni "Nimaga yig'layapsan? Kommuna senga yangi uy qurib beradi", deb tinchlantirishga urindi.